Barchaga assalomu alaykum azizlarim. Hammaga xayrli tong. Kunlaring yaxshi, ko'ngillaringdagidek o'tsin. Bugun nima desam, yana dieta haqida gaplashamiz. Men o'zim 70 kiloman. Endi nima bu ozg'in emasman, lekin men hayotimda hozirgi kunda bir voqeani guvohi bo'ldim. O'shani bugun sizlarga hayratlanib gapirib bermoqchiman. Nima desam, bir ayol hozir trendda bo'lgan ko'pchilik eshitgan bo'lsa kerak, oshqozonini kestiribdi, oshqozonini kestiryapti yoki kimdir kestiribdi degan gaplarda men bir opaxon bilan bugun gaplashib qoldim. Oshqozonini kestiribdi. Kestirgan ekan, endi umuman hech qanaqa suyuq ovqatni, hatto suyuq ovqatni icha olmayapti. Ichida misol uchun guruch bo'lsa, yana nimalaridir bo'lsa, botarkan, mumkin emas ekan. Unga faqat va faqat nima yeb yurish kerak ekan. Nima yumshoq narsalar, o'ta yumshoq. Suyuq ovqat ichida guruch qanaqa yumshoq bo'ladi. Hatto u ham boshida botarkan, operatsiya qildirgan vaqtida, misol uchun oshqozonni yarimni oldirgan vaqtida. Shuning uchun sizlarga emas, ayrim qizlarga, hammaga ham emas, oldirmoqchi bo'lganlarga u maslahat berdi-yu, o'zim ham maslahat beryapman, oldirmanglar. Eng yaxshi uslubi, men o'zi hayotimda, men o'zi tajribamdan kelib chiqib gapiraman. Ertalab yuring. 10 minut, 20 minut, 30 minut, qanchaga qurbingiz yetsa. Birinchi kun turing, misol uchun yuring 20 minut. Mana qishki kunlarida nima bo'ladi? Havo salqin, yurishda iloji yo'q. Yura olmaysiz. Uyingizda hech bo'lmasa 10 minut mashq qiling. Qanaqa nima bo'lsa, misol uchun kimda uyidadir prigolka bor, kimda uyida obruch bor, yana kimda uyidadir hozir chiqib ketgan plastmassa toshlar. Bizning uyimizda misol uchun u plastmassa toshlardan bor. Misol uchun 1 kiloligi, 5 kiloligi o'zingizga, tanangizga ziyon qilmagan holda yoki mana bu ekranga hozir nimalar qo'yib ketaman, videolar, rasmlar. O'sha mashqlardan hech bo'lmasa bir kunda 10 ta dona qiling. Masalan, 10 kun 10 ta donadan qilsangiz, chunki u mashqlar yengil ko'ringani bilan o'zimni boshimdan o'tgan, juda ham yengil ko'rinadi-yu, lekin bajargan vaqtingiz odamni juda ham charchatadi. Ayniqsa mashq qilmay yurganlar uchun, mashq qilish bilan shug'ullanmay yurganlar uchun juda ham odam charchatadi. O'shaning uchun boshida 5 tonadan qiling. Nima desam, odam bezib qolmaydi-da. 10 kun qilasiz, 20 kun qilasiz 5 tonadan. Yana 10 kun, 20 kun o'tgandan keyin, misol uchun bugungi chisloni belgilab qo'yasiz. Bugun 10-yanvar. 10-yanvarni belgilaysiz. 30-yanvargacha 5 tonadan 5 ta mashq qilasiz. 5 tona. Bir kunda 10 minut vaqtingiz ketar, 15 minut vaqtingiz yoki bilmadim, 20 minut vaqtingiz ketar. Keyin hech qanaqa og'irlik nima qilmaydi. Hech ham qiynalmaysiz-da, u nimani qilgandan keyin. Misol 10-15 kundan keyin 5 ta mashqni 5 donadan qilyapsizmi? 6 ta mashqni 10 donadan qiling. 10 kundan keyin, masalan 20 kundan keyin farqi yo'q. Sizga qaysi biri qulay bo'lsa. Ana shunda ham kam, sekin ozasiz-u, lekin qayta semirib ketmaydigan bo'lib ozasiz. Undan keyin suyuq ovqatlarni oshqozonni oldirmasdan, qizlarimiz, ayollarimiz, oshqozoningizni hech qachon kestirmang. Kestirmasdan ozishga harakat qiling. Nima desam, endi kestirganlar, boshidan o'tganlarni gapirishicha juda ham qiyin. Xohlagan taomini, misol uchun go'sht yeyolmaydi. Go'sht yeyishni xohlaydi-yu, yeyolmaydi. Shashlik, odamni joni xohlaydi-ku, masalan, osh, shashlik, manti, chuchvara, uni hech qaysi birini yeyolmaysiz. Undan ko'ra eng yaxshi yo'li ertalab tong sahar chiqib yurish yoki bir kunda uyingizda, uy sharoitida o'tirasiz. Umuman bir kun bo'yi vaqtingiz yo'q. Tong sahar turingda, namozdan keyin misol uchun 10 minut yoki 20 minut mashq qiling. Kechki payt hamma yotishdan oldin mana bu nima desam, turib qilmaydigan, o'tirib qiladigan mashqlar, yotib qiladigan mashqlar bor. O'shalarni bajarsangiz ham, u sizning ozishingizga juda ham katta yordam bo'ladi. Lekin nima desam, qanday qaytib semirmaysiz. Yeyish taomlaringizni kamaytirasiz. O'zi nima qilsa, mashq qilgandan keyin nima qiladi? Odamning organizmi o'zi buni 10 kun mashq qilganingizdan keyin his qilasiz.
siz qandaydir yengil bo'lasiz, oldingidek quyuq taomlar yeyishni xohlamaysiz, suyuq taomlar yeyishni xohlaysiz. Ana shunday bo'ladi. Misol uchun shirinliklarni kamaytiring. Oldin men o'zim ham misol uchun hech qachon nima deydi, kofeni icha olmasdim. Shakarsiz hech qachon kofe ichmaganman. Hozir hech ham shakar ichmayman, qo'llanmayman. Lekin zo'r bo'lib ozib ketmadimi, o'zimga bilinadi. Odam baribir ham xohlaysizmi yo'qmi, semizlik odamga og'irlik olib keladi. Shuning uchun azizlarim, maslahatim sizlarga doim go'zal bo'lish uchun, chiroyli bo'lish uchun go'zal bo'ling, chiroyli bo'ling, lekin dieta qiling. Keyin Turkiyada yurganlar diqqatiga, Turkiyani qishloq joyida tanishingiz bormi? Turkiyada qishloq joyida ishlaysizmi? Bir surishtirib ko'ring. Mana bu ember degan narsa qishloqda o'sa ekan. Turkiyada xuddi o'zimizda sabzini, yana turfni qanday yesak, u bizga qanday nima bo'lsa, ana shunaqa narsa ekan. Ember, men o'zim uyimdagilarga kecha qishloqdan bir nimasi keldi. Menga boqa degan kampirdi, bir qarindoshi keldida, ko'tarib keldi. Bu yerda Turkiyada uni oti yer olmasi ekan. Yer olmasi, uni aytsangiz hamma aniqladi, biladi. Yer olmasi deydi. Keyin yer olmasi nima ekan? Qaradim, ember. Bu dedim, ember emasmi? Bilmadim, bizda yer olmasi uni oti dedi. Yaxshi. Keyin internetga kirib qaradim, keyin bir ikkitalardan so'radim, yer olmasi nima? Yer olmasi ember. Bozorda 150 lira bir donasi, bir kilosi. Endi men yashab turgan joyda 150 lira. Lekin u qishloqlarda hamma joyda bo'lar ekan. Qishloqda yashaydigan bir tanishingiz bormi, kimingiz bo'lsa ham aytsangiz, uni beminnat o'zimizda sabzi, turf qanday bo'lsa, bular qishloqda ana shunday ekan, olib kelib beradi. Agar qishloq joyga borib qolasiz, chunki o'zimda nimalarim ham qishloqqa har zamon boshliqlarim, kampirimda o'g'illari aylanishga olib boradi, aylanamiz, qishloqlarda tomosha qilamiz, tomosha qilib aylanib, shahlarda o'g'illari shashlik qiladi, o'tirib ayollar yeymiz, ichamiz, kelamiz, aylanib. O'sha vaqtlar, borgan vaqtlaringiz unutmangizlar, eslaringizdan chiqarmasdan, o'shani surishtirsalaringiz, bu yerda qishloqlarda juda ham ko'p bo'lar ekan ember. Albatta olib kelib iste'mol qiling. Men uni olib keldim-ku, 2 kunga yetmadi, lekin meni uyimda u so'radi, bu so'radi, mayli berdim. Lekin olib kelib iste'mol qilsangiz, u ozishingizga juda ham yordam beradi. Emberni to'g'rab, bu yerda yana limon, hamma joy limon. Limonni ichiga solar ekansiz, tayyorlaysiz. Eng mazali, eng organizmga juda ham foydali narsa ember ekan. Azizlarim, iloji boricha uni ham qilib ko'ring. Yana ham o'zingiz bilasiz, ozmoqchi bo'lganlarda. Men o'zim ham Turkiyaga keldim. O'zimni misol uchun oldin hech ham men semizman deb o'ylamaganman. Turkiyaga keldim, ayollar shunaqa o'ziga qaraydi, ertalab sport bilan shug'ullanadi. Ishga ketadigan ayollar ham ishga ketar vaqtigacha, misol uchun soat 8 da ish vaqti bo'lsa, ertalab 5 da turadida 6 gacha yurib, qaytib kelgandan keyin uyga choylarni tayyorlab, ishga tayyorgarlik ko'rib, bemalol ishlariga ham ulguradi. Ham o'ziga qaraydi, qomatiga e'tibor qiladi. Nima desam, gap yo'q. 5 ketdim lekin. Shunaqa gap azizlarim bizda. Kimda qanaqa savollar bor? Nima desam, ozish uchun uyingizda misol uchun oddiy meva bor. Oddiy olmani olaylik misol uchun. Olmani shuni olingda to'g'rab bitta bankaga solingda, ustidan qaynoq suv qo'yib qo'ying. Ham asabingiz tinchlanadi, ham ozishingizga yordam beradi. Ichki organizmlaringizga foydasi ko'p. Shuning uchun sabzini ham to'g'rab, nima oti, bankaga solasiz, ustidan qaynoq suv solib qo'yasiz, ichiga asal bo'lsa asal solasiz, limon bo'lsa limon solasiz. U ham juda ham foydali odamning organizmiga. Bizda oddiygina narsalar, mevalar juda ham foydali, faqatgina foydalanmaymiz. Shunaqa gaplar azizlarim, sog' salomat bo'linglar. Keyingi videolarimda ko'rishguncha hammalaring Allohimga omonatsizlar. Meni kuzatib, menga obuna bo'lganlaring uchun kattakon rahmat.
Keyingi videolarimda ko'rishguncha Allohimga omonatsizlar.